O'zbekiston Respublikasi davlat bayrog'i qabul qilingan kunning yurtimizda o'ziga xos ahamiyati bor. Bayram shukuhi jazoni ijro etish departamenti 1-mintaqaviy hududidagi 23-son ixtisoslashgan kasalxonani ham chetlab o'tmadi. Navbatdagi lavha mahkumlar uchun tashkil etilgan ma'naviy-ma'rifiy tadbirdan tayyorlangan. Tadbirning bosh maqsadi davo muolajalarini olayotgan mahkumlarning bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etish, ularni yurtimiz ramzlariga hurmat ruhida tarbiyalash va davlat bayrog'i haqidagi qonunning mazmun mohiyatini keng tushuntirishdan iborat bo'ldi. Shifoxonada o'tkazilgan mazkur ma'rifiy uchrashuv davomida davlat ramzlarining ahamiyati, ularning tarixiy va ma'naviy o'rni haqida atroflicha tushunchalar berildi. Davlat bayrog'i xalqning o'tmishi, buguni va kelajagini mujassam etgan muqaddas timsol ekani alohida ta'kidlandi. Mahkumlar tomonidan berilgan savollarga hamkor tashkilot vakillari va kasalxona mutaxassislari tomonidan batafsil javoblar berildi. Tadbir ko'tarinki ruhda o'tib, ishtirokchilarda katta taassurot qoldirdi. Keng qamrovli ushbu ma'naviy ma'rifiy tadbirda Yoshlar ishlari agentligi yetakchilari, adliya bo'limi vakillari ishtirok etdi. Kasalxona rahbariyati va xodimlari, shuningdek jazo muddatini o'tayotgan 442 nafar mahkum qatnashgan mazkur uchrashuv muassasada muntazam o'tkazib kelinayotgan ma'naviy ma'rifiy tadbirlarning navbatdagisi bo'ldi.